Diqqat! Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva haqida bugun tongda xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi birinchi xonim Ziroat Mirziyoyeva raqamli yashil tashabbuslar haftaligi ochilishida ishtirok etdi. Toshkentda bugun Xalqaro iqlim kunida yoshlar va hukumatlar o'rtasidagi muloqot uchun samarali xalqaro platformaga aylanadigan Global yoshlar festivali boshlandi. Bu haqida Zamin xalqaro jamoat fondi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, festivalda yosh ishtirokchilar barqaror rivojlanish va ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan innovatsion yechimlarni taklif qiladi. Zamin fondi vasiylik kengashi raisi raqamli yashil tashabbuslar haftaligi ochilishida ishtirok etib, u yerda bolalar birgalikda ekologik loyihalar va startaplar bilan tanishdi. Rekli buyumlar yaratish bo'yicha mahorat darslari qatnashdi. Ziroat Mirziyoyeva yosh ekofaollar bilan suhbatlashdi. Shuningdek, festivalning jajji mehmonlari bilan birgalikda kitob mutolaa qildi. Yashil makon va Bek va bola animatsion multfilmlarini tomosha qildi. Barcha xohlovchilar shu hafta oxirigacha Yapon bog'ida ushbu multfilmlarni tomosha qilishlari va shinam muhit va kitob o'qishlari mumkin bo'ladi. Festival har bir hafta uchun alohida 4 ta mavzuni qamrab oladi hamda 15-maydan 30-iyungacha Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Samarqand viloyatida bo'lib o'tadi. Keng ko'lamli tadbirda 50 dan ortiq mamlakatdan 300 dan oshiq xalqaro tashkilotlar hamda yoshlar tuzilmalari vakillari, mutaxassislar, ekspertlar va ekoyoshlar ishtirok etmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.